Assalomu alaykum futbol ishqibozlari. Kanalimiz orqali har kuni shu konkursimizni yo'lga qo'ymoqchimiz. Siz muxlislar uchun ham, kanalimiz rivoji uchun ham manfaatli bo'ladi degan umiddamiz. Demak, konkursimizga start beramiz. Har kuni qatnashish uchun kanalga obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni unutmang. Yangiliklarni esa kanal opisiyasidagi Telegram kanalimizdan kuzatib borishingiz mumkin. Savol-javobni boshladik. Demak, birinchi savol: Real Madrid darvozasiga birinchi bo'lib to'p kiritgan o'zbekistonlik futbolchi kim? Ikkinchi savol: Real Madrid darvozasiga ikkita to'p kiritib, dubl qayd etgan o'zbekistonlik futbolchi kim? Birinchi kungi savollar ancha oson bo'ldi, ayniqsa terma jamoamizning ashaddiy muxlislari uchun. Juda oddiy oson savol bo'ldi. Birinchi bo'lib to'liq va to'g'ri topgan muxlisimiz g'olib bo'ladilar. G'olibni ertaga keyingi savollar berilganda e'lon qilamiz. G'olibimizga 30 ming so'm pul yutug'i bilan taqdirlanadilar. To'liq to'g'ri kartangizga yoki telefon raqamingiz hisobiga tushirib beriladi. Hammaga omad. O'z javoblaringizni video ostidagi kommentariyalarga yozib qoldirishni unutmang.